Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorli ishqibozlari. Sizlar bilan Diyoruz kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 23-mart haftani yakshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani qo'sh kechigina 2 bosh yaxshi sinaqda sotiladigan sigirlarimiz bor. Shuni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarzida yetib boradi. Aziz obunachilar, hozir vaqtda o'zida tishini ko'rsatib, bo'ylarini o'lchab berib, qolgan ma'lumotlarini tashqariga olib chiqib, yurgizib beramiz. Tishini ochib berdim oldi. Qizlesdan so'raganlariga. Mana. Gaz uzun bor. Aziz obunachilar, tekizligi tekiz. Mana tishlar. 8 ta. 8-chilar endi chiqaryapti mana. 3-bola aziz obunachilar, yonday bolasi mana. Bo'yini o'lchab ber. Mana aziz obunachilar. Bu tekizligiga e'tibor beringlar. Oq yelinlari. Necha? 128. 128. Aziz obunachilar, molimiz. Tishni ochib ber buni. Mana aziz obunachilar, bu ham 8-chilar endi chiqaryapti. Mana buni ham yonidagi bolasi 3-bola. Bolasi 5 kunlik bo'ldi. Mana endi charchaqlari chiqyapti. Mana aziz obunachilar, molimiz bo'yi 125. Mana. Orqasi 130. 130 orqasi aziz obunachilar, mana 130 chiqyapti. Aziz obunachilar, qolgan ma'lumotlarini tashqariga olib chiqib yurgizib, hamma ma'lumotini beramiz sigirlarimiz. Mana aziz obunachilar, birinchi sigirimiz. Bo'ylarini o'lchab, tishlarini ko'rsatib berdik. Yonidagi bolasi 3-bola, bolasi xonajin aziz obunachilar, 2 oylikdan o'tib qoldi, ammo bola ham toza narsa. Eston sigir so'raganlarga mana yenilari oq yelin. Mana. Ash bir mahallik sut aziz obunachilar. 10 litrdan oshiq sut beryapti, 10 litrga beraman. Mana. Qo'yani bonus. Molni orqa tekizlari ham joyida mana. Hamma yo'q tekizmo. Mana bu chandiriga e'tibor beringlar, bu dimlangan yo'q bu jonivor. Mana. Zo'mlashlar. Hali fermaga ham cho'radi, xo'jalikka ham cho'radi. Mana. Bu eston sigirlarimiz boshqa sigirlardan nisbatan usti qo'yiqligi yaxshiroq bo'ladi. Zo'mlashlar. Buyurishlariga e'tibor beringlar. Kalalari. Ana zo'mashlar. Bolaga ham e'tibor beringlar. Xo'jalik bor. Aziz obunachilar, narxi 27,5 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Vohalaga kelishilgan holatda. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beringlar. Mana. Mana aziz obunachilar. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Hozir ichkariga olib kirib, sog'ib, sutlarini ko'rsatib, hamma yo'g'ini iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana. Mana aziz obunachilar, navbatdagi sigirimizni olib chiqdik. Yonidagi bolasi 3-bolasi, bolasi xonajin 5 kunlik bo'ldi. Molimiz endi charchaqdan chiqyapti. Bo'ylarini ichkari o'lchab berdik. Mana orqa keyinlari. Mana aziz obunachilar. Yelindagi usti ham bir mahallik sut aytaman. Mana oq yelini so'raganlarga. Mana bo'sha yotibdi. Chandillari. Molimiz turishi o'rtacha mol aziz obunachilar, kichkina mol ham emas, katta mol ham emas. Mana yurishiga e'tibor beringlar. Mana 5 kunlik bo'zayvash. Xonajincha. Mana aziz obunachilar. Bo'ziga ham e'tibor beringlar. Bo'ladigan narsa. Mana. Mana. Hali tishlarini bilmagan akalar bitta ham tavsiya ko'rsatib, mol purishlariga ko'rsatib, hamma yo'g'ini ko'rsatib, telefon qilaveringlar. Imkoniyat bo'lsa kelib, ko'rib, hamma yo'g'ini ko'rib, ustida savdolashgan yaxshi. Mana.
6-7 litr sut beryapti aziz hozirgi holatiga. Mana 5 litrga olinglar, qo'yani bonus. Yenilari ham e'tibor beringlar, hozir olib kirib sog'ib ham ko'rsatib beriladi. Mana. Bu turishiga e'tibor beringlar. Mana. Qora shahzoda so'raganlarga. Puli ham yengil aziz onachilar. 18 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Jupini olganga Samarqandgacha qilib beraman. Mana. Jupini olamansa Samarqandgacha ketdi. Mana. Bitta xo'jalik bor. Dichotga to'yadi, sut beradi. Mana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. 18 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana. Ichkariga olib kirib, buni ham sog'ib ko'rsatib beriladi. Mana. Mol endi charchadan chiqyapti. Mana zonashlar ichkariga olib kirdik. Idirilish jarayoni. Hozir idirib kalamonimizni ham sog'ib ko'rsatib beramiz. Mana. Nima deyapti bu zonashlar tushishi? Qalay ekan? Zo'r yumshoq. Turishiga e'tibor beringlar molda. Mana. Chapshanib turibdi janovar. Ikkita yelini, orqa yelinlari mana. Aziz onachilar, sog'i bo'lib ko'rsatib beramiz ustini. Mana. Mana aziz onachilar, sog'ilish jarayoni. Bo'ldi, berish qo'yani qolaversin bolasiga. Mana aziz onachilar, ertamanga bir mahalga usti. Mana. Sariqligini qaranglar. Bash paqirimiz 10 litrli paqir mana. 10 litrli. Mana aziz onachilar. Hozir 6 litr sut berib qo'ydi mana, bir mahalga suti. Mana. Endi o'zlaring hisoblab olaveringlar. Men 10 litrga beryapman, qo'yani bonuslarga. Endi bu molimizni ham sog'ib berib ko'rsatamiz sutlarini. Mana aziz onachilar, bu molimiz idirilish jarayoni. Turishiga e'tibor beringlar molimizni. Dumini ko'tarib turibdi janovar. Mol endi charchadan chiqyapti. Bolasi 5 kunlik bo'ldi. Mana. Endi sutga kiradi mol. Qancha yesa beraveradi. Mana turishlari molimiz. Bo'ldi, olur. Mana. Berib turdi. Mana zonachilar 10 litrli paqir bo'lsa, mana. 4 litr berib qo'ydi hozir. Molimiz endi sutga kiryapti. Endi qo'shaveradi. Mana. Mana buni ham sutlar. Aziz onachilar, yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi. Jupini olganga Samarqandgacha dastavkasi bor. Mana. Ketdi mana. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarzida yetib boradi. Xayr, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beraman.